Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Həsənov. Birinci qism Baytoqayğa yötkilib chiqish. İkinci bölüm. Abdixilil akam G'uljiga kelib, yurtdaşlarning g'amxo'rligida Qardong mahallisidagi Aqsu masjidining yinida bir uyni ijaraga elib o'ltirgan. Abdixilil akamning dadisining xeyli burun G'uljiga kelib yerlashib qolgan do'stlari bergan ziyofatda dadam bilan Abdixilil akam tanishib qoladi hamda bizning uyimizmi Aqsu masjidiga yaqin bo'lg'achqa bularni musofir kishilarkan deb bilib uyga chaqirib izlashib o'tidi. Vaqtning o'tishi bilan bularning haqiqiy insonlar ekanligi, bulardagi axloq fazilat, mijozidagi siyliqlik, samimiylik har kimning hurmatiga sazovar bo'lg'udak xususiyatlari dadam opamlarni va ko'plagan kishilarni qoyil qilib, eng yaqin do'stlardan, jumladan aka, hadi singillar tusini olgan haqiqiy qarindoshlarga aylantirdi. Abdixilil aka va Bibi Rayimxonada G'ulji shahrida bir mezgil turib, qarnoposliq dardida hukumat tarafidan qiqindi so'qindi bo'lib yurib, oxiri do'stlarining yardım bilan Tayir yuziga, ya'ni Tianshan Gongshi 4-dadiga rasmiy o'rinlashgan. Bu chaqlarda shodiylar ibtidoiy usullar bilan dehqonchilik qiladigan bo'lib, davlatga paroq deb atalgan bajni topshirib, setib berish vazifasi deb belgilangan ig'ir siyliqlar uchun bug'doy berish kerak edi. Ishlab chiqarish unumi to'van bo'lg'ach, bu vazifalarni o'rinlay olmag'achqa dehqonlar och qilishga majbur edi. Shodi rahbarlari bir oz texnika yangilab, mahsulotni oshirish uchun amonat qarz kooperatividan atiyozda pul qarz oladi. Kuzda paroq vazifasiga bug'doyning eng to'liq don tutgan maydonlardan yig'ilganlarni tonnalab ashliq punktiga topshirib, setib berish vazifasidagi bug'doy qo'noqning puli amonat qarz kooperativi orqali shodiylarga tushgachga bayamqi atiyozda olgan qarz puli tutilib, shodiylarga hech qancha pul oshmaydi. Dehqonlar to'liq ishi borlari, masalan, iskilotchi, yog'ochchi, maxochi qatorliqlar yillik gungni to'liq olganlar 330 dan 350 gung olsa, qolgan dehqonlar sezonliq ishlagachga 200-300 gung oladi. Ish turi bo'yicha 10 numar 1 gung hisoblanadi. Shu yilqi paroqni topshirib, setib berish vazifasidan kelgan ozroq pulni shodining yana ko'p chiqimlarini chiqarib, ondan taqsim qilganda gongshi bo'yicha shodilarning ahvoli o'xshash bo'lmagan holda bir gong eng yuqori bo'lganda 1 so'm 80 tiyin, tövini 30 tiyindan to'g'ri keladi. Demak, bir azimat yigit bir yil ichida 250 gunga ishlasa, bir gungni 50 tiyin hisoblasak, 125 so'm pul bo'ldi degan gap. Bir oilada ayol 3 bolasi bor desak, bularning bir yillik norma ashlig'i 125 dan 200 kilogramgacha bo'lib, buning 40% dan 60%gacha qo'noq bo'ladi. Buning puli va bor yo'qi bir mo'zayliq siyirning pada kütek puli aralab, shodida qirib ketgan kala otlarni so'yib, a'zolarni ta'minlagan 3-4 kilo go'sht puli qatorliqlarni hisoblaganda uy bisib hammala odam shodiga qarzdordir. Ko'pchilik bo'lgandan keyin o'lim yetim to'y to'kin bo'lmamdi. Buningga a'zolarda hech narsa bo'lmasa, yanala shodi rahbarlarga yig'lab, qaqshab, yolvurib 20-30 so'm qarz oladigan gap. Rahbarlarning mo o'shiqcha pul tepib, dehqonlarning qiyinchiligini hal qilishga nima amali bo'lsin? Faqat bir duydiki 5-6 rahbarlik hayatlari kelishib olsa, 500 yoki 1 tonna oshliq yoki mayliqni hukumatdan yoshirib qolalasa, ana shu yoshirgan oshliq yoki mayliqni
Abduxelil akamdak sodağı ipi bar kişiler Daduyning yoki Shodining buğaltırları qo'shilib, Shodining at harvisi bilan o'g'irliqcha yerim kechada yo'lga chiqib, yo'llardagi bir nech to'saqlardan tinch aman o'talisa, shaharga kelib, bizning cho'ng hoylimizda at harvillarini qo'yib, hayonkash, qorong'i bozorchilar bilan maxfiy so'zlashib, bu ashliq yoki mayliqni setib, az to'la pul qilib chiqib ketadi-da, shu pul bilan a'zolarning jiddiy qiyinchiliklarini qisman hal qilgan bo'ladi. Mana mushundaq shaharga kirib chiqish jarayonida Shodijan moliya buxgalter Dadijanglar bizning cho'ng hoyliga kirib ish bitirgach mehmon bo'lib ketadi. Shunga bu oq ko'ngil dehqonlarning dadamga, bu balangizga qayta tarbiyani biz beramiz. Biz turgan yerda hech yerga bormaydi. Buning uchun Dadidan xat yozib, Gongshidan taklifnoma elib beramiz dedi. Va so'z orliqida menga qarab, "Menga voy shalik oq pishmoq. Biz bilan birga chiqib, taklifnomangni elib kir. Seni dehqon qilib, rosa bir adibingni berayli. Ha ha ha" deb chaqchaqlashdi. Dadam razılıq bildirgandan keyin men bularga qo'shilib, at harvisiga o'ltirib, kashkichi yo'l yurib, tayir yuziga yetib keldik. Meni Abduxelil akamning uyiga tushirib qo'yib, ertagacha bizning uylarga borg'in shalik. Atgan choy zag'irnam bilan mehmon qilamiz. Senimi o'zimizga o'xshash qilib olamiz deb kulishib uylarga ketishdi. Aytgandek 3-4 kun ichida qo'limga Gongshining tamg'isi besilgan taklifnomani berdi. Buni maktabga va oblastlik o'quvchilarni taqsim qilish idorasiga topshirib, ta'sda G'ulji noyisi Tianshan Gongshisiga rasmiyatlarimni o'taladim.